endi bunga ustiga suv ziyon qiladigan bo'ldi, ustiga mahs tortiboraveradi. Bildingizmi? Oydada hozirlik işimiz yo'q. Bildingizmi? Mana shuni vaqtiki mahsini tevasdan suv ziyon qiladigan bo'lsa tortiboraveradi. Bildingizmi? Wala ba'sa bisqutiha illa an bur'in. O'sha jabirani soqit bo'lib ketishligi, tushib ketishligi, yechilib ketishligi bokisi yo'q, magarinki yaxshi bo'lib qolib tushib ketgidek bo'lsa. Yaxshi bo'lib qopti ekan endi o'sha yopishib turgan narsasi tushib ketdi endi yaxshi bo'lgandan keyin. Bildingizmi? Ana agar namozni ichida shunaqa bo'lib tushib ketsa, bu namozni boshqa o'qiydi. Bildingizmi? Ana aytadiki endi mana shunday vaqtida mana soqit bo'lib tushib ketgidek bo'lsa, tuzalish orqasida taorati ketdi endi buni endi. Bu namozni ishlatsa namozi fasid bo'ldi, borib tahorat qilib keladi, endi qo'lini yuvib keladi endi. Bildingizmi? Endi bu qo'li tuzuk bo'lib qoldi endi. Endi bunga mahs tortib bo'lmaydi. Bildingizmi? Va xuruji aksar al-aqibi ila soqi va ham zarar qiladi go'yo chiqishligi tovonini aksari mana bu nimadan oshib turgan yerdan yuqoriga chiqib ketdi. Soq tarafga chiqib ketgidek bo'lsa, oyoqni torati ketadi bunday vaqtida. Mahsi bo'lsa o'sha vaqtida mahsingizni masalan tovoningiz chiqib borib mana bu yerga chiqib qoldi. Mana yuvadigan yerdan baqa chiqib ketdimi endi? Ana endi u toratini ketkizdi. Bu mahsi ketdi endi. Yechib yuvasi endi. Bildingizmi? Hop. Aytadiki va muziyul muddati yani muddat mahs ومدته للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة من وقت الحدث. مدت مسح muqim odamga, musofir bo'lmasa uyidagi muqim odamga bir kecha bir kunduz muddati masx bo'ladi. Undan keyin masx tortib bo'lmaydi. Musofir uchun 3 kecha 3 kunduz muddati masx 3 kecha 3 kunduz ekan. Bunga mashaqqat uchun bunga yengillik bor ekan. Qayerdan hisoblanadi desa, hadas yetgan vaqtidan hisoblanadi. Hadas qaysi vaqtda yetgan bo'lsa, o'sha oyog'ini yuvib kelgandan keyin borib qaysi vaqtida hadas yetib tahorat singan bo'lsa, ana o'sha vaqtidan tortib muddatini hisoblanadi. Musofir bo'lsa ham o'sha vaqtdan hisoblanadi, muqim bo'lsa ham o'sha vaqtdan hisob. Ertaga shu vaqtiga kelib shu inni tanimasi ketadi. Bir kecha bir kunduzda. Hop. Ve naqizuhu naqizul vuzu'i ve muziyul muddati. Naqizi masni sindiruvchi, chunonchi vuzuni sindiruvchi nima bo'lsa masni ham o'sha sindiradi. Bildingizmi? Ustiga masniki muddati o'tib ketsa ham sinadi. Bir kecha bir kunduz tamom bo'lib ketib muddati o'tdimi endi? Ana shu ham sindirib qo'yadi. Mahsini sindiruvchi bu. Tahoratini sindirmaydi-yu, mahsini sindirib qo'yadi. Va xuruji aksaril aqibi ila soqi. Yana mana shu oyog'ini to'pig'i oshig'i aksari undan pasi aksarisi chiqib ketgidek bo'lsa soq tarafga mana bunda ham sindiradi undan keyin. Mahsini sindirib qo'yadi. Bildingizmi? Ya'ni oshiqdan pasi chiqib ketsa. O'sha yuvadigan joyi chiqib tashqariga soqqa chiqib ketgidek bo'lsa, ana shu aksar chiqib ketsa shu bilan ketar ekan.
وبعد أحد هذين يجب غسل رجليه فقط. mana shu muddat o'tganda yo aksar aqibi poshnasi chiqib ketganda mana shunday suratda shu ikkovida oyog'ini yuvadi bas. Torati bo'lsa bitta oyog'ini yuvib olib kiyib olaveradi. Torati bo'lmasa unday vaqtida torat ham qiladi keyin. ويمنعه خروق خرق يبدو منه قدر ثلاث أصابع الرجل أصغرها. aytadiki man qiladi mas tortishligini, yirtiq teshik o'g'idek bo'lsa mahsini undan uchta chilligi chiqib tursa, zohir bo'g'idek bo'lsa ana shunday vaqtida man qiladi mas tortishligini. Uni tikib olish kerak bo'ladi. Va yujma'u khuruq khuffin la khuffaini. Teshiklarini bitta masdagisini jam qilinadi, ikkita masdasini jam qilinmaydi. Yirtiqlarni bitta masdagisini jam qilib, uchta miqdorida uchta qo'lni nima chiqadigan panja zohir bo'ladigan bo'lsa, ana unday esa ma'ni bo'ladi masga. Ikkitanikini jam qilinmaydi. Va fi safaril muqimi va aksihi qabla yawmin va laylatin yu'tabarul akhiru. Muqim odamni safar qilishligida yo aksi holda musofirda muqim bo'lishligida bir kecha bir kunduzdan ilgari o kegiday bo'lsa e'tibor qilinadi axirini. Musofirni iqomatini e'tibor beriladi. Muqimni safarini e'tibor beriladi. Bildingiz, o'shadan boshlanadi. Bildingizmi? Xo'p. Masalan, yarim kun uyda o'tgan bo'lsa masjiddan. Yarim kun o'tdi, hali yana yarim kun bir kuni o'tdi-yu, yana bir kun, yana bir kunni yarimi o'tdi, yarim kuni bor bunga. Torati oyog'ini mahsi. Endi shu yerdan safarga shuruq qilgidek bo'lsa, mana shu yerdan hisob qilib boraveradi. Mana shu yerdan hisob qilib 3 kecha 3 kunduz bo'ladi. Bildingizmi? Ana bu nimani musofirni ya muqim bo'lgidek bo'lsa, unday vaqtida musofiratda bir kun o'tdimi? Musofiratda bir kun o'tdi. Endi mana shu yerga kelgandan keyin tamom bo'ldi buni. Oyoq torati ketdi endi mana shu bir kun hisob qilinadi shu. Xo'p. Xo'p. Va ba'dahuma yunza'u. Bundan keyin chechiladi undan keyin. Bildingizmi? Fasl. Al-hayzu damun yanfuzuhu rahmu balighatin la da'a biha va la iyasa. Hop. Hayz bir qonda aytadiki, uni daf qiladi, chiqaradi bachadon, bolig qizni bachadoni chiqaradi uni. La da'a unda kasallik bo'lmasa, va la iyasa novmidlik bo'lmasa, ya'ni yoshi o'tib ketib, tug'ish vaqtidan o'tib ketsa, buni iyos deydi. O'shanaqa bo'lmasin. Chunki unda istihoza deymiz uni. Hayz demayman, bu hayz ko'rmaydi u endi. Bola ko'rmay qolganda. Bola ko'rmay qolganda hayzi ham bo'lmaydi uni. O'shaning uchun shunaqa bo'lmasligi kerak. Yosh bo'lsa kasallik bo'lmasligi kerak. Ana keyin boladan umid bo'lib qolgidek bo'lsa, unda mana o'shanaqa bo'lmasligi kerak. Va aqalluhu salasatu ayyamin va layaliha. Aqall hayz, muddat hayz 3 kecha 3 kunduz. 3 kecha 3 kunduz aqalli. Va aksaruhu 10. Aksar muddat hayz 10 kun. 10 kundan ziyoda bo'lsa, uni ham kasallikka hamil qilamiz. Bildingizmi? Yo 3 kundan kam bo'lsa ham kasallikka hamil qilamiz. Xo'p.
وأقل الطهر 15 يوما. Tohurni aqalli muddati 15 kun. 15 kun pok yurish kerak. O'rtada. Ha, bildingiz, o'rta, ikki hayzni o'rtasida. Agar 14 kun bo'lsa-chi? Yo'q, u ham e'tiborga olinmaydi. Mana shu, ana shu 15 kun bo'lishi kerak. 14 kunda qon ko'rib qolgidek bo'lsa, bu hayzdan pok bo'lmoqda deymiz. Bildingizmi? Wala hadda li aksarihi. Aksariga lekin bir muayyan va nimasi yo'q, muddati yo'q aksariga. Bildingizmi? To'g'rida aksari davom etib bir oyga ham o'tib ketaveradi, bildingizmi? 3 oy, to'g'ri. Xo'p, va to'g'rul mutahallilu bayna damayni fi muddatihi. To'g'riki o'rtada kelgan to'g'ri bo'lsa, ikkita qonni o'rtasida kelgan to'g'rini masalan muddati hayzda bo'lsin. Muddatining ichida bo'lsin. 10 kun muddat hayzmi? Aksari 10 kunda. Shuni o'rtasida biroq pok bo'lib qoldi. 5 kun ko'rgandan keyin pok bo'lib qoldi. Yana tag'in 6-kuni yana boshlandi. Ana u to'g'rida biz to'g'ri demaymiz. Bu ham qonga hisobda o'tadi. Bir kun ko'rib, bir kun ko'rmay, shunaqa bo'ladigan bo'lsa, o'sha to'g'rilarda e'tiborga olinmaydi. Muddati hayzda deyapti. Agar muddati aksar o'tib ketgandek bo'lsa, to'g'riga hisob bo'laveradi unday vaqtda. Va mara'at min lawnin fiha suval bayozi hayzun. Aytadiki, har qoniki ko'rgidek bo'lsa, xotin kishi har rangda ko'rgidek bo'lsa, oqlikdan boshqa bo'lsa bo'ldi. Sariq bo'lsa ham haysak bo'laveradi, bildingizmi? Har rangda bo'ladi-da, juda qo'y qop-qora ham keladi, undan bir sal gulobiy rang ham keladi. Bildingizmi? Sariq ham kelib qoladi ba'zi vaqtda. Har holda oqlikdan boshqasini hayz hisoblanadi. Hop. Yamna'u salata va sawma. Hayz man qiladi namoz o'qimasligini, ro'za tutmasligini man qiladi o'sha xotindan. Namoz ham o'qimaydi, ro'za ham tutmaydi. Fayuqullahu va lohiya. Bas endi pok bo'lgandan keyin ro'zani qazo qiladi, qancha kun o'tgan bo'lsa. Namozni qazo qilmaydi. Namoz soqit bo'lib ketaveradi bilkulli. Bu namoz ko'pligidanmi neda? Yo'q, endi ko'pligidan haraj bo'ladi qazo qilishligi. O'shaning uchun bu nimani ro'za chunki yilda bir marta keladi, o'shaning uchun o'shani qazo qiladi. Va dukhulul masjidi man qiladi. Qon masjidga daxil bo'lishligini ham man qiladi. Qon ko'rgan xotin masjidga kirolmaydi. Bildingizmi? Inchinin tavof ham qilolmaydi. Hoji bo'lsa, hajga borgan bo'lsa tavof ham qilolmaydi. Va istimta'u ma tahtal izari. Aytadiki, mana buni ham man qiladi. Manfaat olishlik erini izorsiz izor tagidan manfaat olishligini man qiladi. Izorini ki Rasululloh aytgan ekanlar, izoringni kiy degan ekanlar. Ana izorni ustidan mayli. Hop. Wala taqra'u kajunubin va nufasaa. Bu qiroati Qur'on qilolmaydi. Xon ko'rgan xotin xuddi junubga o'xshagan, chunonchi junub ham qiroat qilolmaydi. Nufasoga o'xshagan tuqqan xotin ham o'sha vaqtida, qoni bor vaqtida pok bo'lmaguncha qiroat Qur'on qilolmaydi. Bildingizmi? Ana bixilofil muhdisi, baxilofiki betorat odam bo'lsa, u qiroat Qur'on qilaveradi. Qur'onni ushlamay turib yodaki qiroat qilsa qilaveradi. Wala yamassuha ulai mushafan
illa biglapin mutajafin. Aytadiki, ushlayolmaydi mana shular hammasi. Ya'ni hayz ko'rgan xotin ham ushlayolmaydi Qur'onni. Nipasoga nimogan xotin, tuqqan xotin qon yotadi u bilan, ana u ham ushlayolmaydi. Junub ham ushlayolmaydi. Muhdis ham ushlayolmaydi. Ya'ni betorat ham ushlayolmaydi. Ushlashga kelganda hammasi ham ushlayolmaydi. Xo'p, illo biglapin mutajafin, magar g'ilopiki kavak bo'lsa, ichida solib qo'ygan bo'lsa, yo sandiqcha yoyinki charmdan hamoyil qilib ichiga solib qo'ygan, mana shular bilan ushlasa bo'ladi. Qalin qog'oz bo'lgan bo'lsa ham, bu ham uning ichidan bo'lsa ham bo'laveradi. Va kuriha bil kummi, yengi bilan ushlashlik, ya'ni yeng bilan shular yeng bilan ushlayolmaydi, makruh yeng bilan ushlash. Bildingizmi? Xuddi Qur'ondan hazar qilgandek bo'ladi. La dirhaman fihi suratun illa bi suratin. Aytadiki, tangani ham ichida sura yozilgan bo'lsa, shunaqalar yozilgan bo'lsa, oyat yozilgan bo'lsa, u tangani ham ushlayolmaydi. Shunaqa junubu nimalar, muhdis bo'lsa, nupaso bo'lsa, hoiza bo'lsa, shular ushlayolmaydi. Magar hamyonni ichida bo'lsa mayli. Hamyon bilan ushlasa ushlayveradi. Hop. Wa halla watyu man quti'a damuhu li aksar al-hayzi. Aytadiki, aw nifasi. Aytadiki, qabla al-ghusli. Halolakan vati qilmoqlik, jimo qilmoqlik o'sha xotindiki, uni qon to'xtab qolgan bo'lsa, aksar muddat hayzda tamom bo'lib to'xtagan bo'lsa, ya'ni 10 kun tamom bo'lgan bo'lsa, uni beg'usul ham jimo qilsa bo'ladi. Yo nifosni ham niposida, aksar nifos nimasida 40 kun tamom bo'lib, ana shu bilan to'xtagan bo'lsa, mana bunday vaqtida g'usuldan ilgari jimo qilsa bo'ladi. Bundan ma'lum bo'lyaptiki, agar aksar muddat hayz o'tmasdan turib, muddat hayzni ichida pok bo'lgan bo'lsa, unikini g'usul qilmasdan bo'lmaydi. Bildingizmi? Xo'p. Duna man quti'a damuha li aqalla minhu. Ana aytadiki, uni jimo qilolmaydi, qoni to'xtab qolgandek bo'lsa, aqalli o'sha hayzni muddatidan aqallida to'xtagan bo'lsa, endi bir ta'ammul qilib turadi. Ana illa mazo vaqtun yasa'ul ghusla va tahrimata. Magar shuncha muddat o'tish kerak undan ki bir g'usul qilib takbiri tahrima baylab namoz shuru qilguncha miqdorida to'xtab turgudek bo'lsa, unday vaqtida ya'ni beg'usul ham qilsa bo'ladi. Bildingizmi? O'tish kerak. O'tish kerak shuncha muddat. Wan nifasu damun yaqubul walada wa la hadda li aqallihi va aksaruhu 40 yawman. Nifos deb shunday qonda aytadiki, bola tuqqandan keyin xotinlardan odatan keladi bu. Uni aqalliga had yo'q. Ya'ni qancha muddatda aqallisi qancha muddat bo'lishligida had yo'q, lekin aksariga had borinki, aksari 40 kunga doğru boradi. 40 kunga doğru oz ketdi. Shu vaqtida bu namoz ham o'qiyolmaydi, ro'za ham tutadi. Va aksaruhu 40 yawman. Aksar muddati 40 kun ekan. Va huwa li ummi tawamaini min al-awwali. Nifosni hisob qilinadi egiz tuqqan xotinga avvalgisidan boshlab nifosda hisob qilinadi. Masalan, egizak tuqqan bo'lsa, u bittasini bir kun ilgari tug'ib, bittasini bir kun keyin tug'di. Shuni o'rtasini ham nifosga hisob qilinadi. Bildingizmi? Avvalgidan hisob bo'ladi. Ammo idda oxiridan hisob bo'ladi.
idda oxirida. Iddasi chiqdi deymiz, oxirgi tuqqandan keyin iddasi chiqadi. Ana xilofan li Muhammadin, Imom Muhammad bunga xilof qilgan ekanlar. Keyingisidan hisob bo'ladi nifosi ham degan ekanlar. Va inqizoul iddati min al-akhiri. Ana iddani chiqishi akhiridan bo'ladi. İcmaen hammasi ham ittifoq. İddani akhiridan hamma ittifoq. Vasiqtun yura ba'zi xalqihi valadun. Bir go'shporaiki tuqqan bo'lsa, ba'zi xalqlari ko'rinib qopti, qo'lu oyoqlari ma'lum bo'lib qolgan, buni aytadiki, buni valad hisob qilinadi. Bas bunday suratda fatasirul mar'atu bihi nifasaa. Aytadiki, nifos o'sha xotin kishi o'sha bilan nifaso hisoblanadi. Bildingizmi? Ya'ni ba'zan qo'l oyoqlari bilinib qolgan bo'lsa, ana shu nifaso bo'ladi. Val amma ummu valad bo'ladi. Hanizi ummu valadga aylanadi. Bildingizmi? Buningni buni sotolmay qoladi inniki. Ummu valad bo'lgandan keyin. Va yaqa'ul muallaqu bil valadi. Agar valad bilan qasamyod qilgan bo'lsa, bola tug'sang sen ushtaloqsan deb qasamyod qilgan bo'lsa, ana shu qasamiga ham xonis bo'ladi. Valad hisoblanadi. Xo'p. Va tanqazil iddatu bihi, idda munqazi bo'laveradi, bola hisob bo'linadi. Va ma naqasa an aqal hayzi aw zada ala hayzil mubtada'ati wa huwa 'asharatun aw ala nifasiha wa huwa 40 aw ala al-'adati fihima va jawaza aksaruhuma. Mana shular istihozaga aylanadi. Aytadiki, har qoniyki noqis bo'lsa, aqall hayzdan, ya'ni bir kun ko'rdi xolos. Yoyinki ziyoda bo'ldi, masalan 10 kundan ziyoda ortiq bo'lib ketdi. O'sha ibtidoda birinchi hayz ko'rishi, ana shu bu o'zini hali ilgari hayz ko'rmagan yosh birinchi ko'rishi bu. Bildingizmi? Mana o'sha aksar muddat hayz 10 kun edi, 10 kundan ziyoda bo'lib ketdi. Bildingizmi? Yo nifosi 40 kun edi, 40 kundan ziyoda ko'rib oldi. Birinchi tug'ishi, birinchi ko'rishi. Aw alal odati fihima, yoyinki odatdan ziyoda bo'lib ketdi ikkovida. Odati 5 kun, 4 kun ko'rib, 5 kun odat bo'lib qolgan edi. Men har ko'rganda 5 kundan ko'rardi. Shu odatdan ziyoda bo'lib ketsa, mana bu istihozaga aylanadi. Xo'p. Ana shundan tajovuz qilgidek bo'lsa, bu istihozaga aylanadi. Va mara'at homilun istihozan. Aytadiki, u homila bo'lib turgan hech nima ko'rmaydi-ku. Biroq buni qon ko'rib qolgidek bo'lsa, buni istihoza deymiz. Bu la tamna'u salatan va la sawman va vatiyan. Bu man qilmaydi, namozni ham, ro'zani ham man qilmaydi bunday ko'rish. Istihoza bo'lgandan keyin namozni nimani torat qilib kelib o'qiradi. Ro'zani ham man qilmaydi, vati qilishlikni ham man qilmaydi. Va man lam yamzi alayhi vaqtu farzin illa va bihi hadasun. Har kimga masalan vaqti farz, bir vaqti farz o'tmasa, bildingizmi? Bir vaqti farz o'tmaydi, magar unga bir hadas paydo bo'ladi, sohibi uzrga masalan. Hadas paydo bo'ladi. Xo'p. Mana yo u istihoza deymiz uni. Bildingizmi? Sohibi uzrga aylanib qoladi. Bir farz vaqti o'tmay kelaveradi u. Bitta namozni vaqti o'tmay kelaveradi. Ana shuni biz nima deymiz? Istihoza deymiz. Agar yo qorni, burnini qoni yo shunga o'xshagan narsalar
nima qiladi endi kelaveradi shunaqa. Yatavazzau bu torat qiladi likulli farzin li vaqti kulli farzin. Har farzni vaqtiga torat qiladi bu. Bildingizmi? Va yusalli bihi fihi ma sha'a farzan va naflan. Ana bu namoz o'qiyaladi, shu sohibi uzr kishi xohlagan namozini o'qiydi, farzmi yo naflmi. Bildingizmi? Va yanquzuhu xurujul vaqti katulu'i shamsi la dukhuluhu kazzavali. Noqiz bo'ladi, toratini sindirib qo'yadi, vaqtini chiqishligi. Namozni vaqti chiqdimi endi, ana shu noqiz bo'ldi bunga endi. Namoz vaqti chiqishi. Misliki mana o namozni fajrga qilgan toratiga oftob to'lov qildimi, ana vaqti chiqdi, endi torati ham ketdi. Dohil bo'lishligi sindirmaydi. Ya'ni hanuz namozni vaqti kelmasdan turib torat qilgan bo'lsa, namozni vaqti kirishli toratini sindirmaydi. Bildingizmi? Chiqishi toratini sindiradi. Misliki zavol bo'lib qoldi. Ana zavol bo'lib qolgandan keyin ana zavoldan ilgari torat qiluvdi. Endi zavol bo'lgandan keyin kirdi endi peshinda vaqti. Endi bu bilan torat sinmaydi. Bismillahirrahmanirrahim. Babul anjasi. Bu bobda anvoy najosatni bilishlik, hafifa bo'ladi, g'aliza bo'ladi. Bundan keyin buni undan qanday pok qilinadi, kayfiyati tahorat undan. Ba'zilarini yuvadi, ba'zilarini yerga ishlaydi. Endi har xil nimalar bilan pok qilish yo'llarini hammasini shu yerda bayon qiladi. Yathuru shay'u bir şey ha u bedeni bo'lsin, ha toni bo'lsin, yo makoni bo'lsin, uni pok qilinadi. Najasin najosatdan pok qilinadi. U najosat mar'i bo'lib, ya'ni uni jirmi bor, jismi bor, u ko'zga ko'rinib turgan najosat bo'lsa, g'ayri mar'i najosat siydik masalan, siydik ko'rinmaydi. Qur'onning kim bilib bo'lmaydi berga siydik tekkanmi yo'qmi. Ammo najosati g'aliza bo'lsa, u ko'rinib turadi. Bildingizmi? O'sha qanday pok bo'ladi o'sha shay, o'sha narsa? Ho tommi, ho inki makonmi? Bizavoli aynihi. O'shani o'zini jirmi zoil bo'lib bilkul yuvganingizdan keyin o'sha najosatni o'zi ketdimi? Ana shu bilan ana pok bo'ladi bu. Bildingizmi? Bas buni izola qilishlik, buni yo'q qilishlik, yuv bilan bir marta yuvishi bilan ba'zilari bo'ladi, bir marta pok bo'ladi. Bildingizmi? Ba'zilar aytadilaringki, o'sha aynini, rangini o'sha ketkizgandan keyin 3 marta yuvish kerak deydilar. Ba'zilar bir marta yuvish bilan ham pok bo'ladi deydilar. Xo'p, va in baqiya asaruhu yashuq zavaluhu. Agar bordiyu ana shu asari uni boqiy qolsa, uni zavoli bisyon ko'p mashaqqat mushkil bo'lsa, chunonchi sarg'ayib, rangi sarg'ayib qoladi. O'shani rangi qoladi, o'zi bilkulliyat toza bo'lib ketadi-yu, ming yuvgan bilan u sarg'i ketmaydi. Bildingiz, uni ketkizish qiyin bo'ladi. U ziyon qilmaydi, bildingizmi? Agarchi uni asari boqiy qolsa ham, ki uni zavoli mashaqqat ko'p, bildingizmi? Endi xo'p, bilmoi suv bilan pok bo'ladi. Shu narsa yuvish bilan pok bo'ladi. Asari qolsa ham mayli. Bildingizmi? Yana va bi kulli mo'in, har suyuqli narsa, suvga o'xshagan suyuqli narsa bo'lsa, misliki guldi suvi yo sirka, shunga o'xshagan narsalarki, o'sha bilan pok qilsa bo'ladi najosatini. Muzilin izola qiluvchi bo'lsa, najosatini o'sha bilan ham pok bo'ladi. Bildingizmi? Ishqalab yuvish. Ha.
muzil dedi, mana bu yog'dan, sutdan ehtiroz qilyapti. Chunki yog'ni ishqagan saringiz yog'liq bo'lib ketmay turib oladi. Bildingizmi? O'shaning uchun bu bilan pok bo'lmaydi. Xo'p. Benzin bo'lmalar benzin bilan pok qilsa bo'ladi. O'shani aytyaptiki, suyuqlik najosatni izola qiladigan bo'lsa, benzin yaxshi pok qiladi juda. Hatto rangini ham yo'qotib yuboradi. U sarilig'i ham qolmaydi. In amkana, agar o'shani mana وعن ما لم يرى أثره بغسله وعصره. خب aytadiki, u salosan aytadiki, u suviki, u narsayiki pok bo'ladi najosatdan, asari u zohir bo'lmasa, uni mar'iy bo'lmasa, misli siydikka o'xshagan, u pok bo'ladi. Yuvish bilan siqadigani bo'lsa, siqish bilan pok bo'ladi 3 martaba. Mana bu lattalarga siydik tekishsa o'sa 3 marta yuvib siqib tashlagandan keyin pok bo'ladi. Bildingizmi? Va illo agar mumkin bo'lmasa uni siqishlik, misliki yog'och yo shunga o'xshagan charm, shunga o'xshagan masalan qalin narsaki uni siqib bo'lmaydi. Yug'salu, uni yuviladi va yutraku, tark qilinadi, suvni ichiga tashlab qo'yiladi. Ilo adamil qatroni, yo manaqda bir marta yuvib quritib, yana tag'in yuvib, yana quritib, qatron deydi buni otini. Shu xilda qilamiz. Bildingizmi? Mana shunda qilib 3 marta qatron qilib, quritib turib yuvganimizdan keyin pok bo'ladi bu. Bildingizmi? Ana aytaylik, thumma yughsalu va yutraku ila adamil qatroni. Ba'zan yuviladi, tark qilinadi to qatra yo'q bo'lguncha. Thumma yana 2-chi, 3-chi martaba qilinadi. Bildingizmi? Xo'p. Va anil maniyyi. Shunaqami? Va anil maniyyi, manidan pok qilinadi, choponni yo badanni pok qilinadi. Buni bilan yo xotin kishiniki yo erkak kishiniki baravar. Bighaslihi, uni yuvishligi bilan bo'ladi. Av farki yobisihi, qurib qolgan ho'l bo'lsa yuviladi. Qurib qolgan bo'lsa uni timdalab, ishqalab bunday qilib tashlasa bo'ladi deydilar. Bildingizmi? Xo'p. Keyin val xubbu, endi mana bu mahsilarchi, charmlar, mahsilar, buni pok qilinadi. Nima bilan? O'sha najosatdan, o'sha zijirm bo'lsa najosat g'aliza, masalan erkak kishining katta najosati, mana bu zijirm deydi buni otini. Mana shundan pok qilinadi. Biddalki bil ardi, yerga suykash bilan, mana shunaqa ishqash bilan, mana etikni tagi. Etikni najosat bosib olgan bo'lsa, shu etikni yerga ishqab, shu o'tlarga ishqab yurib pok qilsa bo'ladi. Bildingizmi? Yuvmasdan ham. Xo'p. Va an g'ayrihi, az g'ayri zijirm yo siydik shunga o'xshagan bo'lsa, bunaqa suykash bilan bo'lmaydi buni. Bu bilg'asli faqat, uni faqat yuvish bilan pok bo'ladi. Bildingizmi? Ko'rinmaydigan najosat bo'lsa. Xo'p, yana va yathuru sayfu, pok bo'ladi shamshir, najosatdan yo shu shamshirga o'xshagan pichoq yo shunga o'xshagan narsalar. Bil mashi, mana bunday qilib suykash bilan pok bo'ladi. O'shaning uchun qassoblar o'sha qon tekkanda bunday juniga bunday qilib suykab olib ishlataveradi. Bildingizmi? Shu bilan ham pok bo'ladi bu. Xo'p. Val bisot, endi bisot mana bu gilam, kiygiz, qalin narsalar. Mana bular buni siqib bo'lmaydi buni. Bildingizmi? Siqib bo'lmagandan keyin nima qilinadi? Yajril ma'u alayhi laylatan. Suvni ichiga tashlab qo'yiladi, mana suv. Mana shuni ichiga tashlab qo'yiladi, bir kecha suv tepasidan oqib yotadi. Mana shu bilan pok bo'ladi. Bildingizmi? Ana gumoni g'olibi endi najosati ketdi.
deb odam gumon qilgandan keyin endi uni olib olaveradi, quritib qo'yaveradi shuning bilan. Va tathurul ardu va mattasala biha kal khussi val kala'i xo'p bil yubsi va dhihabil asari. Aytadiki, pok bo'ladi yer, u yerga o'xshagan, yerga muttasil narsalar, masalan mana bu ajriqlar, ko'kargan giyohlar yerni betida turibdi-ku, hali judo bo'lmagan undan. Ana shunga o'xshagan o'tlar, mana shular qurish bilan pok bo'ladi. Shuni ustiga najosat qilgan bo'lsa, mol hol siygan bo'lsa, shunaqalar bilan u qurib qolishligi bilan asari ketishi bilan pok bo'ladi. Mana yerga mol siyadi, qo'yxona, shunaqa narsalar siygan. Ana bu keyin oftobda turib buni asariyu nimasi ketaveradi. Mana shu bilan pok bo'ladi. Mana shuni ustida namoz o'qisa bo'laveradi. Oftob bilan yo shamol bilan yo qattiq issiq bilan yo o't yoqish bilan mana shunday narsalar bilan pok bo'ladi. Pok bo'lishligi namoz uchun lissaloti loli tayammumi. Tayammum qilib bo'lmaydi, ammo namoz o'qib bo'ladi ustida. Masalan, mol beylagan joy, ilgari mol beylagan, ana shu mol siygan yo qo'y turgan betda, ana undan keyin bu xo'p oftobga isib qurib ketgandan keyin ana asari ketib qoladi. Shuning bilan bu pok bo'ladi. Bunda namoz o'qisa bo'ladi ustida-yu tayammum qilib bo'lmaydi. Tayammumga nihoyat darajada pok bo'lish kerak. O'shaning uchun pattoharu deb siyg'ay mubolag'a bilan Xudoy taolo aytgan. Har taraflama pok bo'lish kerak. Lopi haqq tayammumi. Tayammumga to'g'risida bo'lmaydi bu. Bildingizmi? Xo'p. ويوفى ما دون ربع الثوب من نجاس خفيف خوب. aytadiki, afu qilinadi, to'rtdan bir jomani to'rtdan biriga dan kam bo'lsa, najosat xafifa bo'lsa. Chunonchi najosati xafifa qo'y, mollarni najosati, siydigi va g'ayra, mana bular najosat xafifa bo'ladi. Tezagi. Mana shularni agar rubu savumdan kam bo'lsa, bir jomani to'rtdan biridan kam yerga tekkan bo'lsa, biron bir parcha yerga tekkan bo'lsa, mana shu u afu qilinadi buni. Bildi, afu qilishlikning ma'nosi buki, shuni bilan namoz o'qigan, endi bildi qaradiki shu, ammo ko'rganda yuvish kerak uni. Ko'zi tushib qolsa shuni yuvib olish kerak. U endi ko'zi ko'rmay namoz o'qivardi shuni bilan. Namoz o'qivarsa namozu afu qilinadi. Shuni bilding, mana shu ma'nosi shu. Ya'ni namoz o'qisa bo'laveradi. Bo'ladi shu. Xo'p. Qaytadan. Aytadiki, li'anna moduna rub'u sawi laysa bi pashin deydi. Ana Imom Azam aytadilarinki, u to'rtdan birga tekkani bu pohish deb atamaymiz uni. Bildingizmi? Undan ziyoda bo'lsa, ne pohishga aylanadi undan keyin. Bildingizmi? Kabavli parasin mana misolga keltirib aytayaptiki, otni siydigi va ma ukila lahmuhu, u go'shtini yeb bo'ladigan jonivorlar, qo'y, mol, mana shunga o'xshaganlarni siydigi, hammasi bular najosati xafifa. Xo'p. Va xuru tayrin la yukalu, go'shtini yeb bo'lmaydigan jonivorlar, mana parrandalarda qiyg'ir va shunga o'xshagan lochin go'shtini yeb bo'lmaydimi? Hakka, olaqarg'a, shunga o'xshagan narsalar deydi. Buni go'shtini yeb bo'lmaydi deydi. Go'shtini bu ham deydi, masalan, najosati xafifaga qo'shiladi deydi. Va ammo tayrin yukalu lahmuhu fatahirun. Ammo go'shtini yeb bo'ladigan jonivorlar chimchiq, michcha, shunga o'xshaganlarni najosati ishlamaz. Uni yuvishga hojati yo'q. Ling bilan etak-petangizga chiqqan bo'lsa, uni yuvishga hojati yo'q, u tohir deydi. Bildingizmi?
illa dajjoj, magar tovuqni najosatini g'alizaga qo'shibdi ekan ulamolar. Tovuqni najosati nihoyatda yomon bo'ladi, ham sassiq bo'ladi. Mana shuni najosati g'alizaga, bunikini yuvish kerak deyapmiz. Bildingizmi? Painnahu g'alizun deydi. Shunga o'xshagan o'rdak, g'oz, mana ularning najosati ham tovuqnikiga o'xshagan bu ham. Bildingizmi? Kasoiri moharaja minal mahrajayni misliki ekkala yo'ldan kelgan najosatga o'xshagan bo'lardiki ham. insonnikiga o'xshagan. Xo'p. Xo'p. Vaddami misli qon she'rdami? Vaddami? Vaddami. Xo'p. Bu ham kaddami soili. Bu ham suyuq oqib ketgan qonga o'xshaydi. Bildingizmi? Uni ham yuvish kerak, ularni ham yuvish kerak deydi. Val xamir, mana sen araq shunga o'xshagan. Buni ham yuvish kerak. Chunonchiki Xudoy taolo Qur'onda aytgan: "Innamal xamru val maysir val ansobu val azlam rijsun", ya'ni najasun degani bu. Bildingizmi? Va yufa minhu g'alizdan, endi qancha miqdorda agar najosati g'aliza bo'lsa, masalan tovuqniki yo shunga o'xshagan odamniki afu qilinadi desa, qadru dirhami, ya'ni bitta tangani miqdorida dan kam bo'lsa, ana u afu qilinadi. Shuni bilan namoz o'qib qo'yilsa, namozni qaytarib o'qimaydi. Bildingizmi? Qadr dirhami. Xo'p. Vahva misqolun. Ana misqolun fil kasifi. Ya'ni jirmuvar najosat bo'lsa, masalan insonning najosati bir misqol miqdorida, ana shu kasifda bir misqol miqdorida bo'ladi. Va qadri arzil kafi fil raqiqi, siydikka o'xshagan bo'lsa, unday vaqtida mana shu arzi kaf, mana shuncha miqdor nima bo'lsa, shundan kam bo'lsa afu qilinadi. Lozimlar kelib qolgan bo'lsa, kelib qolgan bo'lsa, xo'p. Xo'p. Va bawlun intazaha misla ru'usil ibri laysa bi shay'in. Siydik chachiragan siydikni qatralari maslarga tegadi yo nimalarga tegadi, shunday vaqtida chachirab, u misli yinani uchcha chachiragani hech bir shay emas. Buni yuvish ham kerak emas. Bildingizmi? Ozroq bo'lsa-da shunaqa. Yo qo'shilishib ketgidek bo'lsa, unday vaqtida xuddi o'zi tekkan qanday bo'lsa, shunday bo'ladi. U kichkina yinani uchcha har yerga tekkan, u afu deydi. Va ma'un varada ala najasin, u suviki joriy bo'lgan bo'lsa, najosatini tepasida vorid bo'lgidek bo'lsa, najisun, u ham najas bo'ladi. Bildingizmi? Nopok bo'ladi. Najosatning tepasidan oqqan suv u najosat bo'ladi. Xo'p. Kaaksihi misliki najosat suvga tashlangan najosat u ham suvni nopok qiladi. Shunga o'xshagan suv, najosatning ustidan quyilgan suv ham ana ikkovi hukmi bitta. Varimadul qadri tahirun. Varamadilmi vari? Varimadul qadri bi fathil qafi. Qadari. Bildingizmi? Rimod ana bu masalan o'sha kul. Tappani kuli. Masalan qadar iborat o'sha molni tappisini aytadi. Qadar. Zolli. Zol bilan. Mana shuni kuli pok bu. Pok. U hech qanday odam nopok qilmaydi. Kahimorin sora milhan, ba manzili eshagiki o'lib qolib, tuz qonida tuzga aynalib ketsa, pok bo'lib ketadi. Shunga o'xshaydi u. Bildingizmi? Ya'ni ovqatga tushib qolsa ham harom qilmaydi demoqchi bo'lyapti. Mana non yopganda tappi yoqishadi, u tepasiga o'shani kuli nima bo'ladi, changiydi, uni ustiga non yopib yuboradi. Xotinlar ana shu nonni nopok qilmaydi. Bildingizmi? Va yusalla ala thawbin ala thawmin la fi bitanatuhu najisatun
ana uni astari najosat u usti avrasi pok. Ha. Va yusallo namoz o'qiladi shunday jomada. Ikki qavat. Ikki qavat. O masalan to'llar, paxta sog'an to'llar, astari boshqa, avrasi boshqa. Astari agar astariga najosat tekkiday bo'lsa, uni avrasi pok bo'lsa, solib namoz o'qisa bo'ladi deya. Endi shu qovmagan bo'lsami? Yo qovulgan bo'lsa. Xo'p, hozir o'qiymiz. Xo'p. Ana aytadiki, va yusalli ala tamin xo'p. La fihi bitanatuhu najasatun amma iza lam takun nil bitanatu mudrabatan aw muhitatan ala ziharati fabil ittifaqi. Vaqti ki bitanasi bilkul nimaga qovmagan bo'lsa, bildingizmi? Mahit bo'lib tikilib ikkovini qo'shib tikilmagan bo'lsa, unday vaqtida fabil ittifoq durust bo'laveradi unda. Bildingizmi? Uni go'yo bamanzili ikkita jomiga o'xshaydi u. Bildingizmi? Xo'p. Va ammo izo kana ahaduhuma mahitan alal oxar bir-biriga tikib qovgan bo'lsa, chunonchi hozir siz aytdingiz, fa inda Muhammadin yajuzu. İmam Muhammed'in nazirlərdə şunga ham ustidan namoz o'qisa bo'ladi debdi. Li'annal ittisola baynahuma ittisolun mujawiratun. Mujavirdi ittisoli u, la ittisoli tarkibin. U ipiki bir-biriga to'qib o'rganga o'xshagan emas. Pok ipga najosat